Assalomu alaykum, Newstar kanalimiz mehmonlari. Bugun biz hozirgi kunda dunyoga tanilgan va el muhabbatini qozonib kelayotgan yangi yulduz, qozog'istonlik qo'shiqchi Dimash Qudayberdyan haqida yangi ma'lumotlar bermoqchimiz. Do'stlar, agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir ayni muddao obuna bo'ling va videolarimizni kuzatib boring. Demak, sizning xabaringiz bo'lsa, qozog'istonlik 22 yashar Dimash Qudayberdyan Xitoyda o'tayotgan I Am Singer konkursining birinchi kuniyoq, birinchi chiqishidayoq butun dunyoga tanilgan. Eslatib o'tamiz, konkurs 10 ta mavsum sezondan iborat edi. Konkurs finali 15 aprel kuni bo'ladi. tengrinews.kz xabar berishicha, Dimash Qudayberdyanov Singer 2017 konkursining 10-etapida 3-o'rinni oldi. Bu demak, uning finalga yo'li ochiq demakdir. Konkursda finalga chiqa olmaganlar uchun yana bir kichik tasalli konkursi o'tkazildi va unda ham yana bir necha kishini finalga tanlab olindi. Dimashning asosiy raqiblari Sandy Lam va Gonkonglik Lions guruhi va bular konkursning asosiy favoritlari hisoblanadi. Jami esa finalda 10 ta qatnashchi ishtirok etadi. Dimashning misli ko'rilmagan shon-shuhrati kun emas soat sayin butun dunyoga shov-shuv bo'layotgani albatta g'aroyib bir holdir. Uning sehrli ovoziga maftun bo'lmagan kishining o'zi yo'q, menimcha. Uning mashhurligini hattoki Michael Jackson bilan taqqoslashadi. To'ppa-to'g'ri, diapazon jihatdan yoki talant jihatidan Michael Jacksondan qolishmaydi Dimash. Bu ham bejiz emas. Shu kunlarda Dimashga juda ko'p proyektlardan takliflar tusha boshladi. Mana bu klip Gollivud filmiga olingan soundtrackdir. Ha, bu Dimash. Soundtrack Go Power Rangers deb ataladi. Film esa Могучие Rangers, ya'ni qudratli Rangerlar deb ataladi. Bu reklama klipini filmning Xitoydagi distribyutor kompaniyasi tasvirga tushirib, Viva ijtimoiy tarmog'ida tarqatdi. Mana bu rasmga qarang. Bu Photoshop emas, bu dunyoning eng yorqin shahri New Yorkdagi Times Square ko'chasidagi eng katta LED ekran, deydi Dimashning prodyuseri va do'sti Alpamis Sharimov. Bunaqa buyuk sharafni Dimashga Radio 101 FM media markazi taqdim etdi. Media markaz dunyo masshtabida o'tkazgan onlayn so'rovnomasida eng ko'p ovoz Dimashga berilgan. Uning millionlab muxlislari istagiga binoan endi butun dunyodan Times Square'ga kelayotgan millionlab odamlar katta ekranda qozoq qo'shiqchisi Dimashning suratini ko'ryapti. Endi konkursga qaytsak. Singer 2017 teleshou konkursi finali 2 qismdan iborat bo'ladi. Oxirgi yakuniy qismi onlayn translyatsiya qilinadi. Bunda konkurs qatnashchilari duet ijro etishi kerak. Duet har bir ishtirokchining taqdirini hal qiladi. G'oliblik konkursantning kim bilan qo'shiq aytishiga bog'liq. Duet mashhur san'atkorlar bilan ijro etiladi. Hozir Dimash kim bilan duet aytarkan degan savol hammani qiziqtirmoqda. Mish-mishlarga ko'ra, ushbu proyektning sohibasi Xitoyda taniqli bo'lgan epatajli xonanda Laura Shang bilan ijro etadi deyishgan. Lekin Ostonada bo'lib o'tadigan Expo 2017 ko'rgazmasida Dimash Lara Fabian bilan duet aytish haqida e'lon qilindi. Bunga ko'ra, finalda ham Lara Fabian bilan duet aytadi degan taxminlar ham bor. Biz hammamiz Dimashning finalda g'olib chiqib, birinchi o'rinni egallashini istaymiz, albatta. Va uning kim bilan duet kuylashidan qat'iy nazar, u o'z mahorati bilan albatta g'oliblikka erishishiga ishonamiz. Eslatib o'tamiz, Singer 2017 teleshousi 15 aprelda to'g'ri efirdan olib ko'rsatiladi. Dimash butun dunyoga tanildi. Albatta, millionlab san'atsevar insonlarning unga bo'lgan muhabbati Dimashning yanada yuqoriroq cho'qqilarga ko'tarilishida madad bo'ladi. Ya'ni son minglab onalarining duosi yoki boshqacha qilib aytganda pozitiv energiyasi unga kuch-quvvat beradi va uni har xil balolardan albatta asraydi.
Oq yo'l senga Dimash, bu hali endi boshlanishi. Do'stlar, bu boradagi fikrlaringizni kommentariylarda yozib yuboring va like yoki dislike qo'yishni ham unutmang. Yanagi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.